Uzdil HTML dersidagi 50-ci qism HTML-ki sallaq uçur jadval xarakterləri. Bu dərslikning asosiy mazmunida HTML-ki yangidan qo'shilgan sallaq uçur xarakterlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Masalan, yangidan qo'shilgan form xarakterlaridan autocomplete, novalidate qatorliq ikki xarakter bor. Andan keyin inputningki yangidan qo'shilgan xarakterlardan autocomplete, autofocus, form overrides, voidSahet, list, step, minix, max, anki multiple, pattern, placeholder, required qatorliq mushu ko'plagan xarakterlar bor. Bu 50-ci qism darsligimiz bilan Uzdil tor texnika yurishlik darsliklarininki HTML darslik qismi mushning bilan oxirlashadi. Biz ma tövəndəki xarakter qiymatlarini təfsili düşəndimidik. Biz aldada deb o'tgandagidek bu HTML5 davomliq to'liqlanish holatida bo'lgan bo'g'ashqa buningda ugundigan narsalar buning bilan tugab qolmaydi. Davomli turda shu HTML5 ga munosabatlik shu organ tarafning tor bekat va yoki shu Uyg'urcha tor texnika tor bekatlardagi munosabatlik uchurlarga nazaringlarni og'dirib shu vaqtdagi yangi bilimlarni davomli egallab menishinglarni umid qilamiz.